21 qulunimi doston shunda? 21 qulun aka, pasportlari bor hamma yo'q. 19.03.2021. Xo'p, nomi ham boshqachasi ekan akalarim. Amulet. Mashalloh. Xo'p, to'xtab turchi parametrlari. Xo'p, burnida qashqa. Xo'p. Ikkita orqa oyog'ida, Peshanasida, chap oyog'ida, peshanasida. Jonivor shunda hozir bahor 5 yashar bo'ladi. bo'ladi-da. Bahorga 5. Yanvar, fevral, mart. Mart quluni ekanda. Shunaqa aka. Akalar, xullas shunaqa zo'rdan izlagan akalarimga videoni sekingina jo'natib qo'yamiz. Hammaga assalomu alaykum. Xayrli kun akalar. Farg'ona Oltiariqdamiz. Doston oldiga keldik. Xudo xolasa doston bitta zo'ri, ishonchligi, hujjatlari bilan, dalillari bilan bor dedi. Sizlarga chiroyli qilib borcha biz ma'lumot beramiz, borcha ko'rsatamiz. Xato kamchilik uchun uzr. Bismillah deb boshladik, yaqinlab ulashib qo'yasizlar. Doston nima gap jigar? Keling, islomga yaxshi. Tinchmi? Rahmat. Tinchmisiz? Sog'liq yaxshimi? Ha. Jonivor. Men toza Yevropa chiqaramiz aka. 175 bormi dedi? 175 plus aka, 75 ga beraveraman aka. Ha, ko'z tegmasin. Mana islom aka, o'zi meni bo'yim 180 aka. Aha. Og'dan totib oling. Ana akalarim. Formaga nima deymiz? Mashalloh. Buni loqob kirmasdan to'g'risi ko'chada men yursa ham odam bir boshqacha bo'ladi, akalar. Hammaga shunaqa yaxshilar nasib qilsin. Doston xo'p 2026-yil mart oyiga 5 yashar bo'ladi. 5 yashar. 5 yashar. Mana. Nomi Amulet. Amulet. Mana akalar, yana bitta ko'rsatib qo'yaylik doston ochganda. Parametrlarni Mana aka. mana akalar. Qashqalari mana. Oldi bitta oyog'ida qashqasi aka. Oldi chap oyoq mana. Ikkala orqa oyog'ida qashqasi bor. Mhm. Peshanasi mana tizilgan joylariga mana qashqasini aka. Hamma yo'g'iga turibdi. Mana %100 dalili bilan. Bosaveramiz akalar. Agar yedishlar qanaqa ekan do'stlar? Yedishga so'z yo'q. Qanaqa ekan zotini? Yozib qo'yibdimi? Mana aka zotin. Zoti ham yozilgan bo'lish kerak. O'tkazganda. O'tkiz. Hop. Amulet. Slaska. Mana. Slaska. Mana slaska. Bo'laveradi. Mana akalar. Xullas shunaqa yaxshisini izlagan akalarim, inshaalloh sotiladi. O'z doston boricha ma'lumotni beradi. Hatto kamchilik bo'lsa uzr. Doston Arqa oldidan bir tortib oling islom aka. Jonivor yedishsiz qanaqa ekan jigar? Zo'r aka, evisi gap so'z yo'q aka. Mana akalarim. Orqalari, jonivor qashqalari. Ikkita orqa oyog'ida mana akalarim, qashqasi. Taqalarni ham yurib qo'ydik. Oldi, chap oyog'ida. Jonivor bu. Mana yirik ekan doston. 75 plus aka, 75 ga beraveraman. Odamga yaqin ekanmi? Juda esda ekan. Buni qaraganda, to'qiganda muammo yo'qmi? Yo'q, umuman. Hozir to'qiganlarni oldingiz emas ham. Mana aka. Juda yuvosh. Islom aka. Jonivor. Anvar polvon usti nima deydi? Yurgizing yana. Qachami? Qani bosib qo'ychi jigar. Bosaver, ko'cha tomonga bosaverganda. Doston, uloq qanaqa ekan? Sop ko'rilgan ekan? Nima deysiz islom aka? Uloqqa sop ko'rilgan ekanmi? Uloqqa solingan ekan aka. Bir marta, ikki marta solingan ekan. Sveje ekan. Hali uloqqa solib nimasini qilishmagan ekan. Bir ikki marta solingan ekan. O'zi bu yaqinda kelibdi islom aka. Men o'zim olganimga ham bir hafta bo'lib bo'lmadi aka buni. Urgatish kerak ekan, endi uloq. Ha, aka sveje aka. Yurgan bo'ladimi do'stim? Uyuri ham vobshe zo'r ekan aka. Ularga tirsiz qilingan ekan aka. Ko'rsatamiz. Mana akalar. Ot qo'shqoqlari slaska ekan, toza. Bir odam aka ot qilib olsa maza qiladi aka. Xudo xolasa bir shoptir maza qilib yuradi aka. Agar uloq qurgatib olsa do'stim buni. Maza qiladi aka. Xudo xolasa shu vodiy Toshkent, Jizzax zominlarda bu joyga yaraydi. Oldi otlarni qatorida turadigan ot bo'ladidan Alloh nasib. Xudo xolasa aka. O'ta polvon ekan akalarim. O'tgan yil yozda olib kelishgan ekan aka buni. Uloqqa soldilarmi desam, bir mo yaqinda bir marta, ikki marta solib qo'yishib qolasiz aka. Hali ezilgan yo'q. Yilgi sezonga. Nimaga siz bir tomon ozig'ini endi chiqarib yetkazyapti aka. Qani ko'rsatib qo'yaylik kechigar. Mana hali tomonini, mana. Bu tomonini yetkazgan aytaman. Bu tomoni mana. Ochiq bo'lsin. Mana ko'rdingizmi? Tepasida kichkina ekan. Sal chiqarib yetkazyapti. Gaz uloqqa solgan bo'lmaydi buni. Mana bu yog'i ham o'zi. Buni yetkazgan. Ko'rsatamiz. Doston, narx-navoz qanaqa bo'ladi endi jonivorda? Narx-navosini kelishtirib beramiz aka. Qancha aytamizga?
Narxini aka 14 ming deymiz. Ozmoz 14 o'tib beramiz ming aka. O'zimiz ham yaxshi pul olib keldik aka. Kam bo'ladi. Anchadan beri savdo qilib turdim bu yerda. Mana bir hafta bo'ldi bitib olib keldik aka. Nuqsoni yo'q ekanmi? Yo'q, hech qayerda defekt yo'q aka. Yeb, ichsa, sog'lomligi, yurishi hamma yo'q zo'r aka. Anvarjon, sekin bostirchi uka. Yurgizing. Bostir. Buni ko'proq minish kerak ekanda doston, ha? Ha, minyatni Anvarjon, 3-4 kundan beri aka. Ko'proq minish kerak ekan akalarim mana. Bu jonivorlar endi o'zini holatiga yarashir yengil bo'ladi. Endi to'g'risi gap, jasad katta ot. Sal endi o'ziga nisbatan o'rta holatda yengil bo'ladi akalar. Endi buni faqat yaxshi inson olib tarbiyasini keltirib, menimcha uloqqa yaxshilab o'rgatib olsa akalar. Mazaq choptiradi aka. Bir yilcha Xolasa, shu mini bir yildan keyinga xudo xolasa rosmana sovut uloq olib chiqaradi aka. uloqqa o'rgatib olsa katta yig'ilani otida va qalin otida. To'pilari, chopishlari zo'r. Prosta aka anchadan minilar olganda endi bizga kelib yuryapti aka bu. Katta pullarga olib chiqib oyog'ini ko'rsatib beraverardik. Endi buni narxida kelishamizda xudo xolasa. Kelishsa beramiz aka, ozmoz aka. Mana akalar. Nomi amuletmi? Amulet aka. Amulet akalar. Kimgadir ma'qul bo'lsa qolaveradi. Bo'lmasa o'ziga bir yarashgan nom qo'yib olsa ham bo'laveradi. Bu yoq o'zbekcha qilib. Bosaveramiz xullas yaxshilik ulashib qo'yamiz akalarim. Shunaqa zo'rlari, shunaqa yaxshilari hammaga nasib qilsin. Sizni bizga nasib qilsin akalarim. Jonivor savlati, bichimi, yurish turishi chiroyli ekan, go'zal ekan xullas. Yaxshi ekan akalar. Xato kamchilik uchun uzr. Yaxshilik ulashib qo'yamiz. Biz boricha ko'rsatdik. Ot yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyaga fikringizni yozib qo'yaverasizlar. Ko'rishguncha barchaga xayr akalar.